Bugungi sana 3-dekabr, qadrdonlar. Ko'chatlarimizning holati zo'r kelyapti. Mana gullari ham kelyapti. Hosillari ham sekin-sekin kelyapti. Lekin haligacha issiqxonamni isitganim yo'q, qadrdonlar. Sababi hozir juda ham qattiq reyd bo'lyapti. Filtrni olib kelishga olib kelib qo'ydim. Hali isitishni boshlaganim yo'q. Qadrdonlar, filtr olib keldim. Ko'pchilik mendan so'radinglar, qanaqa filtr oldingiz, necha pulga oldingiz? $350 oldim, Comfort'ga. Lekin buni hali ishlatib ko'rganim yo'q. Qanchalik yaxshi, sifatli tozalaydi, qadrdonlar. Mana bitta birinchi kiradigan joyi, pastga tushib, suvga tushib, o'rtasidan chiqib ketganda yana dajvalkaga o'xshab suv urib turadi. Tutunni 95% tozalab beradi deb aytishgan. Qadrdonlar, xudo xolasa bugundan ishga tushiramiz va erta inni filtrni ishlashini, sifatini to'liq obzor qilib beraman. Qadrdonlar, yana bitta filtr aytib qo'yganman. Xudo xolasa 1-2 kunda keladi. U filtrimizga xudo xolasa uni pastdan tutun kiradi. Kirganda yo'q, birinchi himoya, 5 ta himoyali filtr bo'ladi. Xudo xolasa uni ham obzor qilib beraman.